bo'laman. O'sha 2026-yilda har bitta mahalla bo'yicha bizada uchrashuv belgilangan. Har bir fuqarolar bilan uchrashuv. O'sha qanaqa bank bo'yicha assalomu alaykum. Muammolar bo'ladigan bo'lsa, kredit olish bo'yichami yoki boshqa kasb bo'yichami, qanaqa bank sohasiga oid masalalar bo'ladigan bo'lsa aytsangiz, javob qattiq qo'llanishguncha yordam qilib, tezroq masalalaringizni yechimini topishga harakat qilamiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa berishlaringiz mumkin. Kredit olishda qiyinchilik bo'lyaptimi yoki qandaydir boshqa yo'nalish bo'yicha muammo bormi? Kimda qanaqa muammo bo'lsa aytsangiz, yozuvlarimiz borib qilib beramiz. Kredit foizi qancha bo'lyapti? Kreditlarimiz xotin-qizlarga 25%, o'g'il bolaga 25% bo'ldi. 17 millionlik kreditlarimiz bor. Biznesga ko'mak dasturi bo'yicha beriladi, ajratiladi. 17 million so'mgacha beriladi. 4 yil muddatga 6 yil imtiyozlari bilan. Foiz stavkasi ham 25%. Plastik kartasiga tashlab beriladi. O'sha faqat mahalla, tuman mahalla ixtisoslashuvidan kelib chiqib, har bitta mahalladan o'zini ixtisoslashuv yo'nalishi bor. O'sha bo'yicha beriladi kredit. Masalan, No'g'ay mahallasi dehqonchilik ixtisoslashgan faoliyatga, o'sha dehqonchilik faoliyatiga endi tomorqa xizmatlaringizga urug' olsangiz bo'ladi. Chorva mollari ham o'sha dehqonchilikka, qishloq xo'jaligi mahallolariga kirib ketaveradi.